akılga bugungi mazmunga kelaylik. Rasm 2ga. Mana müşahit olsun. Ben bana Xitaycısını aldım. Ben Xitaycısının müşahit Türk olsun. Ben tüvende müşahitinin sözlüğüne müşahitini qarab turib sözleyme. Ben Xitay'ın yuqurda görsen 2014 yılı 11. ayının 1. günü Kızıl'da son yuqurda bu kanunun ötkenligi 2023 yılı 4. ayının 26. yılı bu kanunga yenilik kirgizganligi bu kanunun qayerda tüvende bir yeri var. 7. ayının 1'den aldığın ayına birindemeden icra kılganlık. Şunun için ben Muşa Xitay'nın casusluk kanun doğruluk hazır sözlep ütüme. Endi ben bu kanunlar hemisi Google'da bacımınla ben bu kanunların sözleş jarayonida Xitay'nın, Amerika'nın, Rusya'nın, Arap'nın, Türkiye'nin 5 kanununu bir ikram içip koydu. Bunları seliştirip baktım. Kendi vaktimiz çıkıp kalsa bu kanunların okşaş yerlerini, okşamaydıgan yerlerini analiz kılmış çıkmaya kalsa bugün onu kılanmaya kalmıştı. Endi ben Xitay kanun üstün toxtay. Xitay casusluk kanunu birinci qitim 2014 yılı 11. ayının 1. günü ma'qullandı. 2023 yılı bu yıl 4. ayının 26. günü tüzütülgen nüshası ilan kılındı ve bu tüzütülgen nüshasını 2023 yılı 7. ayının 1. günü aldın ayının 1. günden tartib icra kıldığanlıqını bayan kıldı. Adı icra kılışkı başladı. Hem dairde itkanda, avval 2014 yıldaki kanunu biraz qarab bakayım. Hem dairde itkanda 2014 yıldaki Xitayning casusluk kanununda bu iki xil hareket casusluk kirdi. Casusluk teşkilatga qatnaşqan yoki casusluk teşkilatı ve onun vakolatchisining vazifasini qabul qilgan. İkinci düşmanga hujum qilish nishonini ko'rsatib bergan. Yaqinda Xitoylarning Xo'jan raketa armiyasining bir yurish generallarining hammani qo'lga oldi-ku, o'sha dushmanga nishon ko'rsatib bergan deb oldi. Tuanda bu inchiklab analiz qilamiz. Casusluk jinoyat o'tkazdi deb bekitilganlarga 10 yildan ortiq muddatli qamoq jazosi yoki muddatsiz qamoq jazosi berildi. Mol mulki musodara qilindi. Devlet ve halkta alayda ig'ir ziyon yetkizgan, qilmishi intayin nachar bo'lgan deb ayıplaganlarga o'lim jazosi berildi. Men bu yerda mavi Xitoy qonunini deb beryapman. Savg'aylar siz unda dedingiz, bunda deb ketmas. Men Xitoy qonunini so'zlab beryapman sizlarga. Xitoyning jasusluk qarshi qonuni tuandagi qilmishlarni jasusluk harakat qildi deb bekitdi. Diqqat qilib anlasanglar Xitaylar bu kanunun her bir maddesiga sanaqsız Uygurlarni çit bağlab veyran qilgan. Birinci, chet el jasusluk tashkilotiga qatnashgan. Xitaylar bu jasusluk qildi degani. Xitoyning qonunda jasusluk tashkiloti degan chet el hukumati yoki chegara sirtidagi dushmanlar qurgan Xitoyning axborotlarini to'plash Xitoyga avdurumchilik harakat qilish, Xitoyning davlat bexatarligi va manfaatiga buzg'unchilik qiladigan tashkilotlar. Xitoy jasusluk qonunida jasusluk tashkilotiga qatnashib, jasusluk harakati bilan shug'ullanmagan taqdirda jasusluk jinoyat deb ayiblaydi. Xitoy millionlab Uyg'urlarni chet elga bog'langan va dushman tarafga bog'langan deb vayron qilgan. Xitoychilar buni Li Tungvey deb ataydi. Qonunda ishlar deb ataydi. Madaniyat inqilobida mening dadamga kiydirgan qalpoqning biri chet elga bog'langan unsur edi. G'ulchida Sovet ittifoqida buni bor. Hamma Uyg'urga chet elga bog'langan unsur degan qalpoqni kiydirgan. Hozirmi chet elde ota-onasi yoki bolasi yoki onları bor bo'lgan barliq Uyg'urni chet elga bog'langan deb hisoblaydi. Darhol qo'lga olmagan bo'lsa-mu, qo'lga ilish tizimligiga kirgizdi. Xitoyning hisobida Sharqiy Turkiston, Uyg'uristondagi barliq Uyg'ur jasus kategoriyasiga kirdi. Rasm 3ga ekranga
Resim 3'ke. Yani 2023 yılı 6. ayının 26. günü Erkin Radyo Stansiyasının muhbiri Şükret Oşur Facebook'da çaplagan bir Xitayning ichki hujjatida Qashqar Yupurg'u, to'g'ri mi aşkım? Qashqar Yupurg'u nahishdagi Uyg'urlardan 123 kishi texi chet elda ekanligini, chet elga chiqib qaytib kelgan 46 Uyg'urning ichida 34 odam qilganligini yozgan. Bu hujjatda chet el bilan har qanday munosabati bor Uyg'ur casusluk kanununa asasen kun kılış şartıya to'ldiganligini aniq yozgan. Mana muşuningda muşu kanunda ko'rsanglar, bu bir çemek kichik ham yani men kesib qo'ydim. Bunu o'qisanglar, Shuhrat Oshurning Facebook'a kirsanglar, bu 6-ayning 26 kuni buning to'liq hujjatini yozsa, unga Shuhrat Oshurmi uyaga qisqa bir beshiga azroq tushuncha berib o'tdi. O'qib chiqsanglar, shunda bo'ldi. Mana mushu Qashqarda qancha kelgan bu odamlarning kelmaganligini to'g'riliq aniq yozgan hamma odamni qo'lga ilishdi. İkinci Xitoy jasus deydigani, jasusluk tashkilotlarga qatnashmagan, lekin jasusluk tashkiloti va jasusluk tashkilotining vakolatini buyrug'ini qabul qilgan, ular topshirgan axborot to'plash qatorliq vazifalarni tamomlaganlar. Ular mı casusluk kirdi Xitoynikiga. Xitoy mushuni bahona qilib, chet eldagi har bir Uyg'ur tashkilot a'zolari amaliyotda har bir Uyg'urni qo'lga ola oladi. Chet eldagi barliq Uyg'urlar axborot programmasi va axborot vositasi, misol chet eldagi barliq Uyg'ur axborot programmasi va axborot vositasi, masalan Erkin Osiyo radio stansiyasi, Istiqlal Axborot Merkezi, Uyghur TV, Fidoyilar ekrani, Uyghur Amerika Birleşmesi ve Şarkı Türkistan Milli Uyg'utish hareketi bayonotlari qatorliqlar barliq Uyg'ur tashkilotlarining to'rlari, lager shohidlarining bergan guvohlar, bularning hammasi Xitoy hisobida jasusluk axborot to'plagan degan turga kirdi. Jasusluk bir devletning fuqarolari bilan cheklanmaydi. Shuning uchun chet ellik shaxsiylar fikrini to'plab nishonliq devlet yoki organlarni ta'minlagan bo'lsa, masalan dunyo BDT kishilik huquq tashkiloti, Amerika tashkiloti har yerlarni ta'minlagan bo'lsa, Xitoy uni jasusluk jinoyat deb ayblaydi. Masalan Amerika va G'arbdagi har qanday bir organ yoki tadqiqot institut Uyg'urning uchurini to'plagan bo'lsa, jasusluk jinoyat deb ayblaydi. İkinci, düşmanga e-mail yozgan bo'lsa, alxat yozish, telefon qilish, telegram yo'llash, signal o'q etish qatorliq vositalarni qo'llanib, dushmanning Xitoyga nishonliq zarba berishga yordam bersa, qilg'uchi mayli jasus tashkilotining rasmiy a'zosi bo'lsin yoki bo'lmasin, jasusluk jinoyat deb ayblanadi. Sharqi Turkiston, Uyg'uristondagi millionlab Uyg'urni telefonida saqlangan yoki telefoniga kirib qolgan biror rasmiy rasm yoki chet el uchurlarini bahona qilib jasusluk qildi deb vayron qildi. Rabia Qodir xonimni qo'lga olganda so'mkisidan chiqqan bir parcha Xitoy gizini bahona qilgan. Har qanday diniy uchurni, Uyg'ur madaniyatini va Xitoy siyosatini har qanday vosita bilan yo'llagan barliq Uyg'urni jasusluk qildi deb qo'lga oldi. Hozir chet eldagi bolalar bilan WeChat orqali so'zlashganda assalomu alaykum desa yoki biror qo'l sharat qilsa, jasusluk qonuni bo'yicha qo'lga ola oladi. Xitoy grajdani bo'lmagan har qanday kishi bilan, Xitoy grajdani bo'lmagan har qanday kishi bilan, hatto chet elda yashaydigan Xitoy grajdani bilan aloqa qilgan har qanday Uyg'urni jasusluk qildi deb qo'lga ola oladi. Uyg'urlar shuni bilish kerakki, siz uchurni o'zingizning telefondan o'chirayotganda, u faqat sizning telefoningizdan o'chirib etildi. Mulozimatchi kompyuterda saqlanib turdi. Yonfundagi barliq kirib chiqayotgan uchur mulozimatchi kompyuter
kompüterden öçürüp itilmeydi ve yerge o yerden mengü saklık var. Vay bağlam da Uygur çıkmasan bak öçürüydü de ben öçürüvettim deydi. Bak tılpınız görünmeydi. O tılpınız ki barlık nesle mulazimetçi kompüterda üyeden mengülük saklık durdu. Bilgen sözleriniz hemmenimiz eşe saklık durdu. Onu öçürüp itenmeysiler cümleler. Mesela ödenler katlar resim olsa onu öçürüvesenler öçüp gidiyordu. Ödenler katman video bo'lsa aylanib ko'rinadi. Uni o'chirib yetadi. Faqat masalanga bir bilan so'zlashgan, ekranda chiqqan, to'rda chiqqan, WhatsApp so'zlagan, Telegram signallar so'zlagan har qanday narsanglar sizlar o'chirayotgan bilan o'chirib yetmaydi. U mulozimatchi boshi kompyuterda mangu saqlanib turdi. Faqat o'zinglarni ko'rolmaysizlar. Dördüncü, meyli Xitay puhraları, yoki chettelliklar, yoki davlat təvəlliki yo'qlar bo'lsin, casus tashkilotiga qatnashsa, yoki uning vakolatchisi ekanligini bilib turib, uning vazifasini qabul qilganlar casuslik jinoyati bilan ayblanadi. Uyg'urning da'vosi asosan chettellik shaxsiy organ yoki davlatlarga arzir etish orqali yoki chet eldan iqtisodiy va boshqa yordam ilish orqali harakatlanadi. Shuning uchun Xitoy hamma Uyg'urni josuslik qildi deb qo'lga ola olmaydi. 5. Davlat organlarining xizmatchilari va harbiy kuchlar hukumat ishlarini ado qilmagan mazgilda, masalan, pensiyaga chiqib ketgan vaqtida dushmanga osiylik qilsa yoki hukumatdan boshqa organlarning xizmatchilari düşmanga osiylik qilsa, hammasi düşmanga osiylik qildi yoki josuslik qildi degan jinoyatda ayblanib jazolandi. Nurg'un Uyg'urlar, masalan, menmi Uyg'urlar Sharq Turkiston, Uyg'uriston mazgilida Xitoy hukumatiga xizmat qilgan. Men oliy maktabda o'qitdim. Chet elda Uyg'ur davosiga qatnashgan bo'lsalar, hozir ikimiz so'zlashyapmiz. Yoki Uyg'ur tashkilotlarining odamlari bilan bir yerda billa bo'lib qolgan bo'lsa, josuslik qildi deb ayblaydi. Hozir nimishqa 80% Uyg'urlar mushu Uyg'urlarga aralashishdan qo'rqidi, meni josus deb qo'lamdiki deydi. Bu birinchi bilim shu yerda 2014-yildagi